Qanaqa xatna turlari bor? Ikki xil. Bittasi an'anaviy jarrohlik usulida qilinadi, ya'ni og'riqlantiruvchi ukol qilinadi, bolani bulbuliga kesiladi, qonlar to'xtatiladi, tikiladi. Bo'ldi. Ikkinchisi bor elektrotermoskalpel, ya'ni qizdirilgan pichoq. Oddiy tilda tushuntirganda, odamlarga tushunarli bo'lishi uchun qizdirilgan pichoq. Bir vaqtda o'zida kesadi, ham kesish paytida qon tomirlarni kuydirib ketadi bir vaqtda. Lekin minusi bor bunda. Bu paytda bolani bulbuliga ukol qilib bo'lmaydi. Ukol qilganda bolani bulbuli shishadi. Shishgan narsani siqib qizdirilgan pichoqda kesib bo'lmaydi. An'anaviy jarrohlik usulida bola og'riq sezmaydi. Birinchi kirgan ignani sezadi, og'riqlantiradigan ukolni. Igna kirganini sezadi, bo'ldi. Kesilgan, tikilgan hech narsani sezmaydi. Qaytaga juda ham yaxshi. Masalan, meni shaxsan o'zim an'anaviy usulda, jarrohlik usulida xatna qilaman. Terini to'liq ochib olib, bolani bulbulini, golovka boshlarini baholab, tuz-puz yig'ilgan bo'lsa uni artib tozalab, yaxshilab ko'rib, oxirida tikib qo'yaman. Qizdirilgan pichoqda bo'ladigan bo'lsa, ukol qilinmaydi. Faqatgina boshida lidokain spray sepib qo'yiladi, salgina muzlagandek bo'ladi. Ana undan keyin kesib olishadi. Endi plyusiga keladigan bo'lsak, qizdirilgan pichoq tezgina bitadi, tezgina tugaydi. Bola kiradi, chiqadi. An'anaviy usulda bo'lsa 7-8 minut boradi. Agar kimlardir buni 7-8 minut uzoq deb hisoblaydigan bo'lsa